Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Men Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Do'stlik mahallada yashovchi fuqaro va Surxondaryo viloyati ijtimoiy soha bo'yicha bloger sifatida ijtimoiy tarmoqlarda xalqimizning murojaatlarini Surxondaryo viloyati hokimi, sizning vakilingiz Ulug'bek Qobilovich bilan Surxondaryo viloyatiga hokim bo'lib tayinlangandan beri men ham o'sha Surxondaryo viloyat hokimini yelkama-yelka bo'lib, xalqimizning murojaatlarini yetkazish maqsadida Surxondaryo viloyat hokimimiz biz bilan birgalikda o'sha yelkama-yelka bo'lib, mana shu Surxondaryo viloyat hokimi bilan Surxondaryo viloyatidagi barcha fuqarolarning murojaatlarini bizda Surxondaryo murojaat guruhimizga kelgan har bir murojaatni uni ham taqdim etamiz. Mana shu 3 yil 4 yil desak ham xato bo'lmaydi. Xalqni o'ylab, sizni ochiqlik, demokratik davlatga yashayotganimizdan ochiqlik. Siz juda ko'p ta'kidlaysiz. Bloger meni farzandlarim deysiz. Biz mana shu 3 yil 4 yildan beri biron marta tovlamarchilik yoki manfaat yo'lida yoki o'zimizni ehtiyojimiz uchun bironta murojaatchidan biron marta biron so'm pul olmasdan Surxondaryo viloyatimiz ichida barcha tumanlar, shaharlar aro 15 ta tuman bitta shahar bo'lsa ham hammasiga o'zimni vaqtim, o'zimni oilamdan vaqt ajratmasdan, 3 ta farzandim va homilador ayolimga vaqt ajratmasdan xalqimizning murojaatlarini yetkazish maqsadiga xalqimiz ertaga farovonligi, yaxshi yashash uchun harakat qilgan men Shohjahon Jamolovni joriy yilning 14-noyabr kuni Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida juda endi bayram kayfiyati edi. Ham Sherobod tumanida bir to'y bo'ldi, to'ydan chiqdik. Juda mas'uliyat o'zimni bilmagan holatda Sherobod tumani hokimligida ishlaydigan Anvar Toshtemirov degan matbuot kotibi uyushtirib, meni shu ichgan holatimni izimdan yurib, ko'rib, bilib, shu Sherobod tumaniga bir Chuqurko'l degan joyga chaqirib, o'sha yerda ichirib, o'sha ichgan arog'imda qanaqa nimalarni iste'mol qilganman bilmayman. 2 piyoladan keyin men yiqilganman, yerda turishga harakat ham qila olmaganman. Keyin olib chiqqan, qo'limdan sudrab, kissamga pul tiqqan, arzimagan pul tiqib, olib chiqib, tadbir qilib, hozirgi kunda menga nisbatan 168 modda bilan ish qo'zg'atib, Sherobod tumanida davlat xavfsizlik xizmati xizmatkorlari shunaqa ish qilib, ichki ishlar bilan birga hamkorlikda mana shunaqa ishlar qilyapti. Agarda men manfaat yo'lida ishlaganimda 3 yil 4 yildan beri mana shunaqa shuncha tashakkur ichki ishlar, Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarma, prokuratura, Surxondaryo viloyat hokimi, agarda sovg'a salomlarim, tashakkurlarim 100 dan ziyod, 200 dan ziyod har bir soha bo'yicha, har bir tumanlar bo'yicha, har bir ichki ishlar, har bir tuman prokuraturasi tashakkurnomalar, sovg'a salomlar berib, meni munchalik tabriklamas. Agarda men o'sha manfaat yo'lida, agarda men o'sha yomon inson bo'lganimda meni hech qaysi bir tumanlar, viloyatlar miqyosidagi darajali inson bo'lmasdim. Hurmatli prezidentim, sizdan iltimos qilaman. O'zingiz mana konstitutsiyamizni belgilab qo'yibsiz. Mana O'zbekiston konstitutsiyasi, mana ommaviy axborot vositalari erkinligi va unga qonun muvofiq ish olib boradilar. Men agarda bironta qonunni buzib yoki nimadir qilgan bo'lsam, mayli, qonun oldida javob beraman. Lekin shuncha yil mehnat qilib kelgan insonni til biriktirib, tuman hokimligida, endi meni hozir fikrim o'zimda, chunki biz Sherobod tumani, Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida bir necha marta hokimimizga chiqib, Sherobod tumanidagi murojaatlarni Surxondaryo viloyati hokimi nimaga olib chiqyapsan? Nimaga senga nima yoqmayapti degan bizga bosimlar bo'lgan. Surxondaryo viloyati Sherobod tumani ichki ishlar boshqarmasi Ilhom Yusuf tomonidan ham bir necha marta svetoforlar holatlarini olib chiqqanimizda GAI xodimlar so'rab, viloyatimiz darajasida tumanimizda juda bo'lmaganligi uchun biz so'raganimizda undan ham menga bosim. Sherobod tuman davlat xavfsizlik xizmatchilaridan Surxondaryo viloyat hokimimizga nima ma'lumot yetkazasan, nima qilasan, bizga ham berib turishing kerak. Bermasang bir kun holingga voy yig'lar. Men tuhmat qilmayapman. Men Allohdan qo'rqaman. 3 ta farzandim bor. Hammasidan qo'rqaman. Lekin men ularga hech qachon unaqa ish qilmayman. Chunki men O'zbekiston Respublikasi prezidentini ishongan vakili Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qobilovichdan boshqa odamga ma'lumot ham bera olmayman, murojaatni ham olib chiqmayman deb men ulardan отказ qilganman. Mana bugungi kunda kelib, ustimdan kulib, ichki ishlarga kirib, mana nima qilding? Endi sen o'sha vakiling, prezidenting vakili, o'sha prezidenting aytgan vakil kelib mana seni olib chiqib ketsinchi, ko'ramiz degan gaplarni ham ichki ishlarda qildik. Keyin biz
Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Timur Ismoilov Kamaldurimiy, Surxondaryo viloyati prokurori Baxtiyor aka Babajanov, Surxondaryo viloyat departamenti rahbari Zokirov Shuhrat akalarga va o'sha barcha viloyatimiz darajasidagi o'sha O'zbekiston Respublikasidagi barcha o'sha sohalarning vakillariga biz tumanlardagi o'sha xodimlarning holatini ham yetkazib berganmiz. Mana bugungi kunda kelib, mana 15, 16, 14 noyabr kunlari 2025-yil o'sha ichki ishlarga Sherobod tumaniga kirsak, o'sha vakillar kelib, sen bizni mana rasmga tushirib, viloyatimiz rahbarlariga tashlab berarding. Mana endi seni mana bizni qo'limizdaku sen deb shunchalik izolyatsiyalar, shunchalik bosimlar qilyapti. Lekin xalq ichiga ichib, yiqilib, surilib, qo'pol bo'lsa ham ariqlar yiqilgan holatlarni biz viloyat darajasiga tashlab berib, ertaga bu tumandagi rahbarlarga kim ishonadi? Siz viloyat bularni sal tartibga oling degan mazmunda biz tashlab berganmiz. Mana bugungi kunda kelib bizni bir sarigina narsalarimizni ushlab olib borib, ichkari kirgizib, bosim qilib, udar qilib, urib, turtib, so'kinib, men deydi bir DXGda ishlaydigan bir shohruh bor, tadbirga qatnashgan ekan. Men deydi Zoir Mirzayevlarning o'sha Turboldan ko'ylak kishan to'qaman deganimda menga indamay degan prezident deydi. O'zi bir surishtirsangiz, qo'pol bo'lsa tayini yo'q. Qayerdandir kelib qo'ygan, maya kelib turib, hammaga bosim qilib. Men bitta narsani iltimos qilaman. Hurmatli prezident, sizdan iltimos qilaman. Sizni biz har doim chiqarayotgan islohotlaringizni qo'llab-quvvatlab, sizni har bir qilayotgan harakatlaringizni ijtimoiy tarmoqlarda yoritib, sizni qo'llab-quvvatlagan Imminni Shohjahon Jamolovni bugun mana 20-noyabr kuni juda bosim ostida, juda har xil statalar qo'yib, tuhmatlar qilib, obro'yimga shikast yetkazib, o'sha kun 14-noyabr kuni 2025-yil soat 11:12 da ushlangan bo'lsak, uyimizga ertalab soat 5-6 dan kelib, oilamizga bosim, oilamiz mana homilador ayol juda bosimlar, juda og'ir. Telefonlar 25 ultra telefonlarni ilojsizligidan bera olmasdan uydagilar sindirib, hojatxonalarga tashlab otgan. Juda bosimlar, tashqarida turgan video kameralarimizga kamera qo'yganmiz, fleshkasigacha olib ketgan, hamma narsa qilgan. Izini shunchalik tozalagan bilan noinsoflar bitta otam yo'q, onam yo'q, aka-ukam yo'q, bitta o'zimman. 3 ta farzandim bor, ayolim homilador, o'zim ikkinchi guruh nogironaman. Mana shu holatimda ham xalqimizga yordam berib kelayotgan insonni arzimagan narsa uchun shunchalik qilish bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi, hurmatli prezident. Men iltimos qilaman. Men shu Surxondaryo viloyati hokimidan, Surxondaryo viloyat prokuroridan, insofli insonlardan iltimos qilaman. Men mana bugun 21-noyabr kuni agarda meni tergovga chaqirib, o'sha tergov holatini yopib o'tkazish maqsadiga biroz kuchini harakat qilyapti. Ko'rib turibmiz, sudda qarorlarini, sudda farmoyishlarini chiqaramiz deb chog'itdi. Men bugun mana 14 da yopilgan bo'lsam, oradan 4-5 kun o'tib, mana video murojaat ham qilyapman. O'sha kun ham video murojaatlarimda 25 rusumli telefonimni o'chirib tashlab, tozalab, SMS vizitimgacha o'chirib tashlagan, hamma narsani o'chirib tashlagan, o'zini qo'pol bo'lsa ham orqasini tozalash maqsadiga hamma narsa qilgan, o'zimning shaxsiy telefonimni. Keyin Sherobod tumanidan ichki ishlardan aytadi, biz uyingga tintuv o'tkazamiz. Tintuv o'tkazish uchun sudda qarori kerak. O'sha hech narsasi bular uyga kelib, bosim qilib, uyga eshiklar urib, bolalarni qo'rqitib, mana shunaqa bosimlar qilgan. Menga yetkazilgan manavi zararlarni kimdir qoplab beradimi? Ertaga meni telefonim qarzga olingan. Kimdir bizni o'sha ketkizgan mana shuncha manavi zarar, shuncha sog'lig'imiz, shuncha holatni kimdir bizga bir ta'minlab berib, biz ertangi kunimizni kimdir bizni qonun tartibida himoya qiladimi? Hozir biz misol joriy yilning 2025-18-noyabr kuni Surxondaryo viloyat hokimiyatiga borib, soat 11:30 da viloyat hokimi o'sha 19-18-20-noyabr kunlari Surxondaryo viloyat hokimiyatiga bordim. Holat bo'yicha viloyat hokimiga yetkazish maqsadiga kira olmadik, lekin Surxondaryo viloyat matbuot kotibi Murod aka Davlatov chiqdi, biz kattaga xabar berdik. Siz bunaqa ishlarga boshqa aralashmang, yomonlarga qo'shilmang, o'zingizni xalq manfaati yo'lida xalqning muammo murojaatlarini ham yetkazish maqsadiga oldinga harakat qilavering dedi. Xo'p deb keldik, mana oradan yana bir kun o'tmasdan o'zimga bo'lgan shogirdlar, bolalar olib borib, bosim qilib, har xil tuhmat, bo'xtonlar qilib, ichki ishlar tergov boshqarmasida Sherobodda ham bolalar olib kelib, har xil gaplar, telefonlar qildirib, zapis qildirib, mana shunaqa narsalar qilyapti misol.
Misol shuncha odamlar shuncha milliardlab yeyotibdi. Bir so'm yegan bo'lsam aytsin. Shunaqa bo'xtonlar, mana shunaqa narsalar qilishib, bugungi kunda menga nisbatan juda tuhmatlar ko'payib ketyapti. Hurmatli prezidentim, men faqat sizga ishonaman. Sizni olib borayotgan yana bir boydan islohotlaringizni, sizni qilayotgan har doimgi kuzatamiz, xalqimizga yetkazamiz. Har doim Surxondaryo viloyati xalqimizga men bitta narsa yana iltimos qilaman. Iltimos, hurmatli prezident, oilam uchun, farzandlarim uchun, meni bir inson parvarlik uchun ham bir kechirib, shu xatoni qilmaslik uchun meni bir marta kechirib, yana xalq yo'lida xalqni muammo murojaatlarini viloyat rahbarlarimiz birga ishlashimiz uchun menga ochiqlikni, shaffoflikni ozgina bo'lsa ham ta'minlab berishingizni iltimos qilib so'rayman. Men yo davlat xoini, yo narkobaron yoki terrorizm yoki bir og'ir jinoyat qilganim yo'q. Oddiygina ichgan holatimga, mast holatimga narkosimga pul solib, turg'izishib, olib chiqishib, mana shunaqa holatlar qilgan. Men agarda pul olib, manfaat yo'lida harakat qilganimda juda ko'p yillardan beri harakat qilaman. Misol, o'zim ishlayman, Surxondaryo viloyat 2-3 ta tashkilotda ishlayman. Allohga shukr, hamma narsam yetarli. Lekin bularda o'yin qilgani juda og'ir vaziyat bo'ldi. O'yinda ishtirok etganlar, men ochiq aytaman, Surxondaryo viloyati Sherobod tumanini hokimni birinchi o'zi deb aytaman. Tuman hokimni o'zi. Chunki biz tumanda, men hokimga bir necha kun oldin telefon qilib, Sherobod tumanining bozori talon-taroj bo'lib ketyapti. Davlat bozori talon-taroj bo'lib ketyapti deb aytganman. Chunki Surxondaryo viloyati hokimimiz Ulug'bek Berdiqobilovich kelib, bozorlarni ko'rib, odamlarni yuradigan peshoqotlarini, yerto'larimiz bor, o'shalarni ochilish, remont qilishigacha kelib, o'zi topshirib bergan yerto'larimizni remont qilgan ochilish joyida Sherobod tumanida hozirgi kunda bozorxon bo'layotgan Tolmas Rashidov tarafdan ustilariga do'konlar, eski qadimiy marmarlarimizni buzib tashlab, mana shunaqa narsalar qilgan holatini men aytdim. Bu yerda dedim, korrupsion holatlar ko'payibdi. Hurmatli Sherobod tuman hokimi Usmon aka Alimov dedim. U kishi keyin menga qaratdi, uni hammasini joyiga qo'yamiz, bugun abitdan keyin chiqamiz, siz bilan birgalikda hamkorlikda boramiz, hamma joyga ko'ramiz deb aldab, oradan bir necha kun o'tdi, kelmadi ham o'sha kun, hech narsa qilmadi ham. Orada bir necha kun o'tyapti, men izimdan yurgan bular, ifloslar yurib, noinsoflar yurib, mana shunaqa tadbirga uyushtirib, tadbir qilib, mana shunaqa holatga keltirib qo'ydi. Men ochiq aytaman, bu yerda Sherobod tumanimizni misol oldin o'sha rahmatli prezidentimiz ham, hozirgi prezidentimiz Shavkat Miromonovich ham Sherobod tumanida esa juda yaxshi ko'rgan. Sherobod juda bir yaxshi tumanga aylangan edi. Hozirgi kunda kelib Sherobodimizni 0% o'z jarayonasi ham pastga tushib ketgan. Oddiy qilib aytganda, Muzrabot yo'llari obod, hamma joy chiroyli. Angor, Qiziriq, Bandixon, Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on, Sho'rchi, Dinov, Uzur, Sarasiyolar, Termiz tumanlari ham 11 ta, Termiz shahari ham bitta, ikkita. Endi Boysunning yo'lini gapirmasak ham bo'ladi. Endi xudo xolasa prezidentimiz topshirig'ini o'sha yaxshi bo'lyapti deb fikr qilganmiz, chunki o'zi xalqqa yetkazganmiz, to'g'ri targ'ibot qilib. Ikkinchi darajada Sherobodimizda mahallalar ichiga kirsak ham og'ir, aholi og'ir, o'sish qiyin. Qancha rahbar kelsa ham faqat Sherobodga kelmaydi, boshqa tumanga aylanadi. Bitta Surxondaryo viloyat hokimimiz o'zi keladi, tumanga topshirib beradi, tumandagi noinsof rahbarlar esa faqat paysalga soladi. Otangga bor, onangga bor, otangga bor, onangga bor. Mana shunday o'yin qilishadi. Biz ularni ochiq olib chiqyapmiz. Viloyat hokimiga bir nechta videolar, bir nechta lavhalar viloyat hokimi topshirib beryapti. Qilinglar, buni da o'zgarish qiling. Usmon ertandan boraman deyapti. Mana hokimliklar mediada birga hamkorlikda ishlaymiz. Usmon boraman, qilib tur, masalalarga oydinlik kiritaylik deyapti. Keladi, viloyat hokimi Ulug'bek Berdiqobilovich aytadi, bular xo'p deb zadana oladi. O'zini xohishini yana yuradi. Mana keyin biz buni izini quvib olib chiqamiz, yana viloyat hokimiga beramiz deymiz, yana biz aybdor. O'rtada bizni mana tovlamachilik bilan ayblab, 118 ta deb qo'yib, mana shunaqa ishlar qilib og'ir holatga solib qo'ydi. Biz hozir na o'sha xalq yo'lida ishlaylikmi, na davlatga ishonaylikmi, kimga ishonaylik, na viloyat hokimiga ishonaylik, kimga ishonishimizni ham bilmay qoldik. To'g'risida
Shuncha jinoyat qilgan insonlar. Misol oddiy bitta savolda, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli prezidentim, hurmatli ijtimoiy faollar, mana joriy yilning 2025-yil Sherobod tuman hokimi Usmon Alimov va Sobitxon Boqqiyevlar $2000 pora bilan tushdi. Davlat xavfsizlik xizmatchilari kelib ushladi. Mashinaga chiqdi. Bahor mahallada bo'layotgan voqea. Mana shu yil bo'ldi. $2000 bilan shu ushlab olib ketyapti. Lekin tuman hokimi esa Termizga borib, yana yo'lda qaytib kelyapti. Sobitxon Boqqiyev olib kirib ketyapti Davlat xavfsizlik xizmat idorasiga. U esa o'sha Qashqadaryoda sud bo'lyapti, qanaqadir oqlanyapti, nimadir bo'lyapti. Nega bitta oddiy bir xalq uchun ishlagan bloger esa arzimagan narsa uchun juda og'ir bosimdan ostiga qolyapti. Mana shuncha tashakkur, shuncha salomlar, shuncha xalqdan rahmati, xalqdan olgan bizni duolarimizni nima uchun bitta xatoni deb bizni shu og'zimizni qisish kerak, gruppalarimizni to'xtatish kerak, ishimizni yurgizmashimiz kerak ekan, xalqni yo'liga harakat qilmashimiz kerak ekan, faqatgina davlat xavfsizlik xizmatkorlariga ishlashimiz kerak. Nima uchun? Bu ochiqlik, shaffoflik. Mana 81-82 konstitutsiya ko'rsatib qo'yibdi. Ommaviy vositalarni hech qachon xalaqit bermaydi. Ular ochiqlik, shaffoflikni ta'minlab, o'sha o'zini berilgan bajaryapti, olib chiqilyapti. Nega bizni bo'lmasa, o'sha Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Berdiqobilovich bir necha yillardan beri bizni hamkorlik ishib kelib, mana bugungi kunda kelib bosim ostiga qoldik. Keyin ham o'sha Surxondaryo viloyati Termiz shahrida bir nechta tadbirkorlik faoliyatini o'sha sertifikati, litsenziyasi yo'qligini aniqlab borib, holatlariga biz Surxondaryo viloyat hokimliklar mediaga tashlab berdik. Bizga o'sha klinikalarni ko'targanimizdan keyin bosimlar bo'lyapti. Juda og'ir. Chunki davlat byudjetiga pul yetkazmaydi, soliqqa to'lamaydi. Bitta litsenziya olish 5 million, 6 million, 10 milliongacha boradi. Infeksionni o'zi viloyatimizda bitta bo'lish kerak. Hozir shaxslarga boring, hamma infeksionni ochib olgan. Infeksioniga litsenziya bermaydi, uni haqqi yo'q. Lekin davlatning bansasiga borasiz, 100 ta odam bo'ladi, 9 da. Unda shaxsiga o'tib keladi o'sha odamlar. Nega Surxondaryoning sog'liqni saqlash beti bor? Nega litsenziya beradigan tashkilotlar sog'liqni saqlash Obrazorafda beti bor? Misol, mana biz olib chiqib beryapmiz bular asl yuzini Surxondaryo viloyat hokimiga. Lekin kimgadir yoqmadikmi yoki haqiqatan kimnidir dumini bosib qo'ydikmi yoki haqiqatan kimgadir ishlasak quloq bo'lib, kazyol bo'lib yurishimiz kerakmi hayotda yashab, kimnidir uyini kuydirib yashashimiz kerak. Biz hech qachon unaqa ish qilmaganmiz. Keyin o'sha 14-noyabr kuni ushlangan bo'lsam, misol kechqurun juda mast holat, o'zim bilmayman holat qanaqa, mana sal esimda kelyapti. 3-4 kun, 5 kundan keyin o'tgandan keyin misol demoqchiman bizga kiryapti. Sherobod tuman DXXni boshlig'i Zahiriddin janob oliylari. Biz ham ochiqlikka chiqib bemalol gapira olamiz. Misol biz aka tuhmat qilayotgan bo'lsak, qonunda javob beramiz. Bizga bitta zadaniya qo'ydi. Nima zadaniya desangiz, hurmatli prezident, endi kim biladi, siz bularga yana vakolat berdingizmi? Bos hammani obor, hamma yop, maydalab, ur, tepalab tasha deb. Men shu narsaga hayron qolyapman, hurmatli prezident, siz hech qachon bularga ishonmasdingiz. Men buni ochiq aytaman, xalq ichiga aytaman. Chunki bular xalqni ham, tashkilotlarni ham azoblab, borib azobini bergan. Hozir ham azoblayapti.